Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Bugungi chatimizni boshlaymiz. E'lon bergandik bu mavzu haqida, ya'ni boshida bugun video ham tashlandi bu bo'yicha qisqagina. Yana ham kimgadir qiziq bo'lsa, bugungi mavzu nima haqida ekanligi, men hozir yana bir marta qaytadan videomizni tashlab beraman. Demak, guruhimizda yangilar ham bor ekan. Xush kelibsizlar. Guruhimizga qo'shilganlaringizdan umid qilamanki, afsuslanmaysizlar. Bu yerda qo'limdan kelgancha o'zimni psixologik bilimimga tayanib, hayotiy tajribamga tayanib, kasbiy tajribalarimga tayanib, bu yerda sizlarga psixologik bilimlar berib boraman. Albatta bepul. Bundan tashqari bilimimga agar yana ham muammolaringizni yuzma-yuz konsultatsiya orqali yoki psixologik muammolaringiz bo'lsa, yuzma-yuz ishlashni xohlasalaringiz, unda albatta konsultatsiyalarim, psixologik xizmat bo'yicha ham konsultatsiyalarimni sizlarga tavsiya qilaman. Demak, bugungi darsimiz mavzusi bizni fan tilimizda Karpman uchburchagi deb ataladi. Agar bu yerda hamkasblarim, shogirdlarim ham hattoki ishtirok etishyapti. Bizni fan tilimizda bugungi mavzumiz Karpman uchburchagi degan mavzu. Bu hayotiy kun davomida, kundalik hayotimizda hammamizda uchraydigan va qaysidir uchburchakning qaysidir tomonida ishtirok etadigan muammolarimizdan bittasi hisoblanadi. Keling, hozir shu mavzu bo'yicha sizlar bilan ochiqchasiga qilamiz. Kim videoni ko'rib chiqdi? Bugungi tashlangan videoni ko'rganlar bormi? Demak, bunday qilamiz. Bu yerda hamma narsa ochiqchasiga, hech qanday yashirin yoki bo'lmasa bir negativ holatda baholanmaydi. Ya'ni savollaringiz bo'lsa, bemalol erkin savollar berishlaringiz mumkin yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, agar guruhda, jamoada ishlashga biroz qiynalsangiz, lichkamga yozishlaringiz ham mumkin. Ya'ni berayotgan bilimim, ketayotgan vaqtlaringizni behuda yoki besamar ketishini men ham xohlamayman. Agar nimagadir tushunmagan bo'lsalaringiz, alohida yozing. Lichkamga yozmash joyga tushunmadim, qanaqa bo'ladi desangiz, men